Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz. Mana hozir xudo xolasa zavoddamiz. Kabinkali mototsiklimiz kirib keldi. Ko'pchilik so'ragan. Rullari mototsikl rulidan. Kuzov razmerlari 1.40 ga 220 lik kuzov bo'ladi. Motorlari 250 kublik motor bo'ladi. 100 kilometrga 6 litr rasxod qiladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 38 million so'm qilib beramiz. 100 kilometrga 6 litr rasxod qiladi. Buni ichki tomonlari mana. Ichki tomonlarini ko'rsatib o'tamiz. Rullari mototsikl rulidan ichki qismiga ikkita odam o'tiradi. Skorslari 5 talik, tablolari zamonaviy tablo, magnitofonlari bor, fleshka, USB modem ulanadi. Yozgi lyuklari, parraklari, dvorniklari LED bo'ladi, faralari oldi tomonni ham ko'rsatib o'ting. Dvorniklari elektronli, faralari LED bo'ladi. Kimga shunaqa mototsiklarimiz huzur bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz Toshkent viloyati, Bo'ka tumanida joylashgan. Viloyatlarga dastavkalarimiz bor. Dastavka qilib yetkazib beramiz. Bitta o'zini olib oldingizmi?